Kamolova Malika, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti turizm fakulteti savdo ishi yo'nalishi 2-kurs talabasiman. Bugun savdo bu shunchaki mahsulot sotish emas. Bu san'at, bu strategiya, bu kelajakdir. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti O'zbekistondagi iqtisodiyot, bank moliya hamda soliq sohasida malakaviy kadrlar tayyorlovchi yetakchi oliy ta'lim muassasasi hisoblanadi. Universitetda Buyuk Britaniya, Avstriya, Indoneziya, Rossiya hamda Belorussiya davlatlari bilan hamkorlikda qo'shma ta'lim dasturlari tashkil etilgan. Hozirgi kunda Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti chet mamlakatlarning 250 dan ortiq oliy ta'lim tashkilotlari bilan hamkorlik bitimlari asosida ish olib bormoqda. O'quv jarayonlari to'liq xalqaro standartlar asosida ta'limning kredit modul tizimida tashkil etilgan. Har bir ta'lim yo'nalishida ingliz tilida dars jarayonlarini olib borishga ixtisoslashgan guruhlar tashkil etilgan. Universitet jami 10 dan ortiq talabalar turar joylarida talabalar vaqtlarini mazmunli o'tkazishlari uchun kasb-hunar to'garaklari, kutubxona, karaoke klubi, alohida suzish havzasi sport majmualari tashkil etilgan. Talabalar o'z iqtidorlarini yuzaga chiqarishlari uchun universitetda turli madaniy tadbirlar tashkil etilmoqda. Bir so'z bilan aytganda, universitet ilm-fan va innovatsiyalarni rivojlantirish orqali iqtisodiyot va insoniyat taraqqiyotiga hissa qo'shish va kelajak yetakchilarini tayyorlashni o'zining ustuvor maqsadi deb biladi. Xush kelibsiz turizm fakultetiga. Bozorda yetakchi o'rinlarni egallamoqchimisiz? Demak, boshlang'ich nuqtangiz shu yerda, ya'ni savdo ishi yo'nalishida. 400 dan ortiq o'quvchilarimiz har xil yirik natijalarga erishmoqda va 67% o'quvchilarimiz esa chet el kompaniyalari bilan birga ishlashmoqda va 57% dan ortiq hamkor korxona va amaliyot bazalari mavjud. Bundan tashqari o'qish davomida va yozgan ta'tilingizda siz Angliya, AQSh, Germaniya, Italiya, Yaponiya va Niderlandiya kabi davlatlarga o'qish imkoniyatiga egasiz. Bu yil birinchi kursni tamomlab Londonda amaliyot o'tab keldim va yozgi ta'tilga esa Italiyaga ketishni rejalashtiryapman. Sizlarga maslahatim, kelajagingizga e'tiborli bo'lib, to'g'ri yo'nalish tanlashingizni tilab qolaman. Bugungi kunda O'zbekistonda olib borilayotgan oliy ta'lim tizimida kadrlar tayyorlash masalasida bir narsaga alohida e'tibor qaratishimiz kerakki, bu ham bo'lsa, bugun iste'molchilar qanday kadrlarni talab etyapti? Bugun iqtisodiyotga qanaqa mutaxassislar kerak? Mana shu nuqtai nazardan yondashgan holda mutaxassislar tayyorlash kerak. Aynan savdo ishi kafedrasi Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida yangi tashkil etilgan kafedralardan biri hisoblanadi va bu yuqoridagi aytilgandek bugungi xalqaro darajalardagi talablardan kelib chiqib mazkur savdo ishi ta'lim yo'nalishi tashkil etildi. Chunki bugun dunyoda eng katta bugungi iqtisodiyotda muammolardan biri sotish masalasi. Barcha mana e'tibor qaratadigan bo'lsak, ishlab chiqarish, uni tashkil etish alohida masala, uni sotish, iste'molchiga yetkazib berish bu alohida masala. Shu o'rinda savdo ishi ta'lim yo'nalishiga bugun mutaxassislar tayyorlash va mazkur mutaxassislarni nafaqat milliy mehnat bozorida, balki xalqaro mehnat bozorida ham raqobatbardosh etib tayyorlash bizni kafedramizni alohida bir e'tiborli jihati hisoblanadi. Mana shundan kelib chiqib bugungi kunda Jahon savdo tashkilotiga O'zbekistonni a'zo bo'lish masalasi keng qamrovli bugungi oldimizda turgan maqsadlardan biri hisoblanadi. Mana bunga ham ohang tarzda savdo ishi ta'lim yo'nalishida mutaxassislar chiqarish ham bu mazkur masaladagi qo'yilayotgan bir qadamlardan biri hisoblanadi. Bugun yoshlarimiz savdo ishi ta'lim yo'nalishini tanlasa va o'zini mehnat bozorida yetuk o'rnini topa olsa, biz albatta professor o'qituvchilar o'z maqsadimizga yetgan hisoblanamiz. Men savdo ishi yo'nalishini tanladim. 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 Biz savdo ishi yo'nalishini tanladik.